Assalomu alaykum bratан. Vaalaykum assalom, qandaysiz? Sog'masizmi? Shukr, yaxshi bratан. Buni kiyimlaringiz moshna ekan bratан. Qayerdan oldingiz? Buni Xitoydan oldim. Beijing, Yuhuaydoa degan ko'chadan oldim. Qanday ko'cha? Qo'y, ayta olmaysan. Bratан, yaxshi kiyim kerak bo'ladir. Yo'q, o'tadi. Suzaqda so'ning kiyim do'konlari bor-ku. Men bilmayman, qimmat bo'ltabi, bunday arzon, yaxshi sapatli kiyimlar olsa bo'ladi. Bulut Juma bozoridan ko'rmadimmi? Juma bozorida arzonlari bor-ku. To'xta. Juma bozoridan da arzoni bor ekan. Aytaymi? Xitoydan olib kelsang, o'ta arzon, o'ta sapatli, yaxshi bo'ladi. Xitoydan olib kelish kerak. Suzaq Qargo degan bor-ku, Suzaqda sentrda. O'sha yerdan barsang, o'sha yerda saga telefonni ko'chirib ber. Ko'chirib bergandan keyin sen o'sha любой tovarni, kiyim deysinmi, obuv deysinmi, kepka, telefonda olib kelsang bo'ladi ekan o'sha yerdan. Adres, nomerni chalib сөйлешib bo'lsak bo'ladi. Bo'libdi, Suzaq Qargo sentrda. Buni nomerga chalsang, shu nomerda saga javob beradi. Saga adreslarni tushuntiradi. O'zi tushundirdi adresda hozir. Jo'q, bratан. Bunday qilaylik. Barsak bo'lib? Anda barib saga hozir ko'rsatib berayin, Ket. Bu Suzaq Qargo nomeridan. Aytgan joyim. Aha. Kirsang, saga telefonga sunib qilib, barlig'ini tushuntirib beradi. Anda men ketdim. Bor. Just listen. Islombek. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Qandaysiz, bratан? Yaxshi, rahmat. O'zi qandaysiz? Siz bo'lsa. Shu bo'lib ketibsan va nima bo'ldi? O'tganda o'ylab 1 oy bo'ldi-ku ko'rishganimizga. Ha, bratан, ondan keyin Xitoy men biznes boshlab olgan bu. Xitoy mendan boshlab oldingmi? Qanday? Xitoyga borib kelatasizmi ya? Kiyim olam deb shahar vaqtda полный Xitoy men biznes boshlab oldim bu. Moshning narsalar bor ekan, arzon borda. Olib chiqib o'tamiz, bratан. Suzaqda 2-3 magazin ochib olgan. Do'stlar, sizlar Xitoy men biznes qilib qolsangizlar, Suzaq Qargo nomer 1 sizlarni tovarlaringizni olib chiqishga yordam beradi. Suzaq Qargo nomer 1. Tez jana ishonchli qargo.